O'yinchi 456. U sizni ko'rmoqchi. Stulni ol va o'tir. Menda senga yangilik bor. Bu seni va bolani kelajagi haqida albatta. Bizni kelajagimiz haqida bizda oldin ham tanlashga imkon bo'lganmi? Eshitishim bo'yicha, ular bolani keyingi o'yinda tinch qo'yishmaydi. Men senga yordam bermoqchiman. Iltifotlisiz. Meni do'stimni o'ldirgansan. Sendan yordam kutishim mumkinmi? Yo pushtilardanmi? Ular bolani o'ldirishmoqchi, chunki sen uni o'yinchilar qatoriga qo'shding. Uni o'limi uchun pul ham olishadi. Noto'g'ri, men yagona senga yordam berishi mumkin bo'lgan insonman. Qara. Bu pichoqni ol va o'yingohga qayt. Ular aroq ichib mast bo'lgandan keyin tez uxlab qolishadi. Agar sen ularni bo'ynidan birma-bir so'ysang, hech kim. Nega bularni menga aytyapsan?